Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun 6-mart, tarix bilan 60 kun challenge'ini 6-kunidamiz. Bugungi mavzuyimiz Amir Temurning Temur so'zliklari, ya'ni qo'limdagi mana shu kitob haqida bo'ladi. Amir Temur aytadiki, saltanatlarni bosib olishda va ularni idora qilishda, g'animni yengishda, dushmanlarni tuzoqqa tushirishda, do'sti dushman bilan muomala xususida pirim menga aytgan 4 narsani unutmadim. Pirim yozmishki, Abul Mansur, ya'ni menga qarata Abul Mansur. Bu yerda Abul Mansur deb Amir Temurga aytilyapti. Amir Temurni Abul Mansur degan faxrli nom berilgan. Abul Mansur ya'ni g'alaba qozonuvchi, g'alaba quchuvchi degan ma'noni anglatadi. Abul Mansur davlatni boshqarishda quyidagi 4 narsaga amal qilgin. Birinchisi kengash, o'zing bilan kengash degan ma'noda kelyapti. Maslahat qil, ya'ni tafakkur qil biror qaror qilishdan oldin. Ikkinchisi boshqalar bilan kengash, ya'ni boshqalar bilan maslahat va mashvarat ayla. Uchinchisi qaror qabul qilishda hushyorlik va mulohazakorlikni unutma. To'rtinchisi esa har doim ehtiyot bo'lgin deb yozadi. Amir Temur bu narsalarni tajribasida ko'rganini ko'plab voqealar bilan keltiradi. Tajribamda ko'rdimki, mulohazakor, tadbirkor, jang ko'rgan bir mard kishi 1000 kishidan afzal deb aytadi. Bu aytgan gapiga bir voqea misol keltiradi. Qarshi qalasini bosib olishda 243 askar bilan 12000 sipohi bo'lgan qal'ani qo'lga kiritdim. U yerda demak aytadiki, jangda g'alaba qozonish sipohning ko'pligidan yoki aksincha, ya'ni mag'lub bo'lish sipohning kamligidan emas. Jangda g'olib bo'lish birinchidan Tangrining madadi va bandaning to'g'ri tadbiridan. Va aksincha mag'lub bo'lish ham ana shuni o'zidir deb aytadi. Undan tashqari biror mamlakatni bosib olishda yoki jangda g'olib bo'lishda yoki jang qilishdan oldin men har doim o'zimga savol berardim. Bu jangdan menga nima foyda va nima ziyon? Foydali taraflarini sanab chiqardim va ziyon taraflarini sanab chiqardim. Agar ziyon tarafi ustun kelib, ya'ni ziyon ikkitadan ko'p bo'lsa, men sulh qilish taklifini berardim u kishiga. Va sulhning ham ziyonlarini, foydalarini ko'rib chiqardim. Va mana shu qilgan ishlarim har doim menga, ya'ni muvaffaqiyat qozonishimga katta omil bo'lib xizmat qildi deb aytadi. Amir Temurni pirlari aytgan shu 4 narsani biz hayotimizda qo'llab ko'rsak, qanchalik to'g'ri bo'ladi va qanchalik muvaffaqiyatga erishamiz yoki bizga qanchalik ta'sir qiladi. Bu haqida bir o'ylash kerak, ya'ni o'ylab ko'rish kerak deb o'ylayman. Undan tashqari hayotimizda bu 4 narsani qo'llasak ham biz ko'plab natijalarga erishsak bo'ladi. Bu hozir biz jang qilish yoki umuman bir muvaffaqiyat qozonishimizda Amir Temur kabi jang qilishimiz yoki qayerda bosib olishimiz emas, o'zimizni qilayotgan ishlarimizda bu narsani qo'llab ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bir ishni qilishdan oldin foyda va ziyonlarini taqqoslab ko'rgan holda, agar foydasi ustun keladigan bo'lsa uni qilish va ziyon tarafi ustun keladigan bo'lsa uni qilmaslik, ya'ni qaror chiqarishda katta bir o'zimizni hayotimizga bir formula qilib olsak bo'ladi degan xulosaga keldim. Va o'zingizni xulosangizni siz o'zing izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.